Respublika tovar xom ashyo birjasi tashkilot faoliyatining oxirgi 9 oylik natijalarini e'lon qildi. Tashkil etilgan matbuot anjumanida joriy yilda erishilgan yutuqlar, tuzilgan bitimlar hamda ko'rilgan foyda xususida so'z bordi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yil 150 mingdan ziyod yangi mijozlar ro'yxatdan o'tkazilib, 2,5 milliondan ortiq bitimlar tuzilgan. Hozir shu haqda. Qayd etilishicha, joriy yilning 9 oyi davomida tovar xom ashyo birjasida tuzilgan bitimlarning hajmi va birja savdolari o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30% ga o'sdi. Elektron davlat xaridlari 31% ga, mobil raqamlarning sotuv hajmi esa qariyb 38% ga ko'tarildi. Joriy yilning muhim yangiliklaridan biri bu O'zbekiston Respublika tovar xom ashyo birjasida yangi platforma, ya'ni UZEX Agro platformasining joriy qilinganligi bo'ldi. Ushbu platforma qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozor narxlarida sotishga mo'ljallangan va ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu tizimda 730 dan ziyod bitimlar tuzilgan va birjaning barcha savdo platformalariga qiziqish tobora ortib bormoqda. Ta'kidlanishicha, davlat xaridlari sohasiga yangi mijozlarni jalb qilish hamda qator qulayliklar yaratish maqsadida turli ilovalar ham taqdim etildi. Aprel oyida xarid.uzex.uz saytida UZEX AI chatbot ishga tushirilib, shu kunga qadar davlat xaridlari sohasida foydalanuvchilar tomonidan elektron tarzda kelib tushgan 16 mingga yaqin murojaat sun'iy intellekt yordamida o'rganib chiqildi. Davlat xaridlari elektron tizimida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar, eng yaxshi takliflarni tanlash, tender savdo natijalariga ko'ra tuzilgan shartnomalar to'liq elektronlashtirildi. Ma'lumot uchun, bugungi kunda birja muloqot va jamoatchilik nazoratining samarali tizimi joriy etilgan. Ya'ni UZEX Feedback Bot va UZEX Anti-Corruption Bot Telegram botlari shular jumlasidan.